أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar biz bugun sura Al Imron'ninki 136 oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taolo o'zining muttaqi bandalariga xitob qilib jannatga mağfiretke aldırış hakkıda. Bu cennetin, bu mağfiretinin muttaqillerge xas ikenlikini tilga elip 133. ayette وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ degan ayette bu haq sözlegendi. Ondan kinki ayette yani 134. ayette muttaqiller kim o degan yerde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Kenar ve kıyınçılık haletlerde özünün imkaniyetlerinden bula sarf kılıdı. Açıkını yutup ötüdü. Kişilerini efu kılıdı. Efu kılganının üstüge ihsan kılıdı degen mezmun bilen bulanın süpetlerini bizge yukarıki iki ayette kana kılgandı, bayan kılgandı. Çünkü ba vaqtida ba imkaniyetimizden sarf kılıp başkalar bilan ortaklaşış, paylaşış şu berilgen nimetke nisbeten şükür hesaplansa yok vaqtda, qiyinchilik vaqtdami hem şu imkaniyetlerimizden, şu qiyinchilik vaqtdagi imkaniyetlerimizden başkalar bilan ortaklaşıp paylaşış Allah subhanahu va taoloninki razılıqını közleş ve Allah'a bir zar tazarruni bildirishdan ibaret bir süpet muttaqillarda tepiladiganligini. Yani xulosaga vaqtda muttaqin degan mayli qiyin kunlarda olsun yoki oson kunlarda olsun o'zining aslo vazifasini unutmaydi degan bir mazmun chiqqandi va undan keyin yana davomlashtirsak 135 oyatda shu muttaqillarning sifatini bayon qilib muttaqillar mayli cho'ng gunoh qilsin yoki kichik gunoh qilsin bir xil tafsir bo'yicha yoki özünün menfaatini közlep bir günah kılsın yoki başkalarının menfaati üçün özüge çıkan menfaati olmasın mı bir günah kirişip kalsın yani özgü zulüm kılsın degen ifadeni şunu aldık kaldığın saatlik derste. Meyli qana şekilde günah kılsın bula Allah'ını eslep Allah'tan mağfiret talep kılıdı. Günahları üçün istiğfar talep kılıdı ve bu kıvatkan yoki qilgan xatolig'iga davomlashmaydi ve tekrar qilmaydi. Çünkü bildi ular hatalıqını tunudu. Degan bu şekilde muttaqillarninki sifatlarini bayon qilgan. Hamda keyingi muttaqillarning sifatiga qaraganimizda Alloh subhanahu va taolo mu'min muttaqillarga nisbatan bir xil ishonch bergandek. Ya'ni shayton bir qitim vasvasa qildi bir mu'minni. Bir qitim ozdudi, xatolashdi. Mayli eg'ir yengil bir gunohga tushib qoldi. Bununla bilan Allah onu muttaqillar sifidan chiqarib etmedi. Balki muttaqillarning sifatida tilga oldi buni. Gunoh qildi. Cho'ng gunoh olsun, kichik gunoh olsun va buni davom qilmay darhol Allohni aslab tavba qildi. Tavba qildi. Chunki muttaqilning sifati nima desa, faqat gunoh qilmaslik emas. Allohni aslash. Allohni aslasa gunoh qilmaydi. Shunda bir g'aflat sababli gunoh qoldimi darrov kenigenip istiğfar eytidi. Çünkü Allah subhanahu va taolo g'afur va man yaghfiruz zunuba illalloh. Bu şekilde Allah subhanahu va taolo muttaqillarni sifatladi. Gunoh qilib sağallanımı hatta istiğfarlam etsa, xatolik qildilam, keyiniga chekinsa, qayta tekrar xatolik o'tkazmasa, muttaqillarning qatoridan chiqarib etmedi. Bu şekilde qilib oxirgi kelgan vaqtida yuqoridagi sifatda tasvirlangan, sifatlangan muttaqillar ulaika hozirgi kelgan 136-oyat shu. Bularning mukofotining, oqibatining, natijasining ahvolini bizga bayon qilib davatudi astag'firullah. Ulaika jazaohum mag'firatun min robbihim va jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha va ni'ma ajrul amilin. Ana aşula ularning mukofoti Robbidan erishadigan mag'firat bo'ladi.
Yani kechirim bo'ladi. Astlaridan o'stanglar iqib turgan jannat bo'ladi. Bular bu jannatda mangu qoladi. Bu amal qilganlarning, bu ishni qilganlarning, yaxshi ish qilganlarningki ajri nima degan go'zal. Nima degan go'zal. Endi oyatga boshdan oxir shu 133-oyatdan 136-oyatgacha qaraganimizda ikki tirnoqning o'tirg'a muttaqillarni olgandeklam. Boshda bir tirnoq va oyoqda bir tirnoq va. Boshdagi tirnoqmi jannat bilan boshlangan, oxirdagi tirnoqmi jannat bilan oxirlashdi. Birinchi tirnoq sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin, jannatga oldiranglar degan tirnoq bilan boshlangan bo'lsa, oxirgi tirnoq bularning ajri, mukofoti jannatun tajri min tahtiyal anhar. Aslardan o'stan iqib turadigan jannat. Ma shaklda ikki tirnoqning o'tirgan muttaqillarningki sifati qana qilindi, tilga ilindi. Ya'ni birinchi jannatning zikri, jannatning gapi mu'minlarningki nimasini ichki tuyg'usini qana qilish uchun qo'zg'ash uchun. Andan keyin ikkinchi jannatning sifati oxirgi tirnoq deb sifatlagan jannatning sifati jannatning tafsiliy ahvoli, turli ne'matlar va uning sifati ma'lum darajada astlaridan o'stan iqib turadigan bu shaklda Alloh subhanahu va taolo bayon qilib keltirdi. Endi bizning diqqatimiz shu oyatning oxiridagi amal qiluvchilarning ajri nima degan go'zal degan yerga keldi. Bizning diqqatimiz shu yerga tushdi. Odatda ajr degan nima desa, bir odam birovning bir ishini qilib erishadigan qarshilik, qilgan ishining qarshiligida erishadigan narsani biz ajr deymiz. Bu yerda ish qiluvchi shu oladigan ajrga ehtiyojliq, ish qildiruvchi shu ishga ehtiyojliq. Ish qiluvchi ziyoda qilsa, ish qildiruvchi ziyoda beradi. Az qilsa, az oladi. Bu normal dunyodagi insonlardagi ishlash va ishlagandan keyinki ishiga qarata ajr oladigan bir qonuniyat. Bu yerda insonlar o'tirisida ishlik uchuninki bir narsaga ehtiyoji bor, ya'ni oladigan pulga ehtiyoji bor, ishlat kuchininki ishga ehtiyoji bor. Endi biz bende bilan Allohning o'tirdiga bu savdoga qarab boqaylik. Bende bilan Allohning o'tirdiga bir savdoga qarab boqaylik. Bende bilan Allohning o'tirdiga bu ishda asla Allohning hech narsaga ehtiyoji yo'q. Ammo qana qotdi ishlar davatdi. Bu bir masala. Ondan keyin bir ajr beradi bizning qilgan ishimizga. Faqat ehtiyoji yo'q turib, ehtiyoji yo'q turib ajr beradi. Bir narsani qistirib qo'yay, ma qilayotgan ishimizning dunyodagi foydasimi o'zimizga. Mana oldin o'zimizni chiqarmasligimiz kerak. Birinchidan Allohning buning hech ehtiyoji yo'q. Ikkinchidan oxiratga bormasdan dunyoda bizga foydasi bor. Mashtaq turib Alloh buningga ajr beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu ajrni hassa-hassilab beradi. Ilgirgi darsda so'zlab o'tdik buni. Bu ikkinchi bosqich. Uchinchisi ma qilgan ishingga bergan ajr va hassa ajrdan boshqa sana fazli marhamat qiladi. Ya'ni amal qilgan odamning erishadiğini 3 martaba, 3 daraja mukofot oladi. Birisi qilgan ishiga eng oddiy mukofotni oladi, ishiga tushliq. Ikkinchisi Alloh bu mukofotni hassa-hassilab beradi. Üçüncüsü sen qilgan ishingga tushliq va hassa mukofotni qo'ygandan keyin buning ustida ortiq Alloh marhamat qilib rahmat bilan nurg'un mukofotlaydi. Bularning hammasi Alloh bizning qilgan ishimizga hech ehtiyoji yo'q turib bo'layotgan ish. İşimizga ajr beradi. Hassa-hassilab beradi. Uning ustida beradi. Uning ustida. Şoňaşqa ma şekilde boğaçqa ayet bu xil ecrini nim deb tasvirlaydi. Ni'ma ecrul hamilin. Dünyada işlesen alıdığının iniq. İşin qanchalik olsa şunchalik alasa. Tehi xalqning shu ishga ehtiyoji bo'lsa, agar xalqning ehtiyoji olmasa seni ishlatmaydi. Sening aldığının bu dunyodagi shakl, ammo oxiratdagi sening qilgan ishingga oladigan ejrining shakli aniga o'xshamaydi. Ya'ni pek güzel. Birinchidan Allohning ishingga hech ehtiyoji yo'q. Undan keyin sen cheklimisiz shaklda yaxshi ishlarning har qanaqini qilsang bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi sening oladiganing 3
şekildeki 3 derecedeki ecri. Birincisi işin uçluk, ikincisi həssile birdi, üçüncüsü buladın halkı birdi. Doğandan keyin senin alıdığan ecrin yaxşı olmay nemi? Çünkü Kur'an bu ecrini nima deyapti? Ni'ma ecrul amilin deb ma şekilde qanday qilyapti? Tasvirlayapti qarindoshlar. Endi biz ilgirki dersimde deb o'tgan asli masala Uhud, Badr urushi o'rnak qilingan shaklda bizga shu ikki urushdan elinadigan dars savoq ibretler haqida ketayotgan. Shu haqda ketibmiş keldik. Yani soğuğunu yok bu tema. Sahabalarning zihnidan Uhudning ta'siri faqat ketmedi tahi. Çünkü nurg'un shahidlar oldu, nurg'un yardalar oldu. Ashadagi bir xiloflik qilishlardan bir mag'lubiyatning tayyor kelib bo'lgan qalbining mag'lubiyatga o'zgarishdak bir ko'rinish tabii kalladın ketmeydi. Bu da kızık değil mi o açığa? Allah subhanahu wa ta'ala 137. ayette mesela soğutmasın bizni yani bir yerlerge tatip getiyordu. Bir hakikatlerge kandak o tatıyordu. Davatıdı ki kad halet min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru keyfe kana aqibatul mukazzibin. Yani bu dünyadaki hayatlık avval bir tercüme kıvıtı qarindoshlar. Sizlerden ilgirima işte bir kanuniyetli ötken, sizler zeminde mengip bakınlar, qarab bakınlar, ilgiriki inkar qilganlarning aqibati qanday bo'ldi ekan. Hayatning qisqacha yengil oddiy tarjimasi bu. Endi hayotda bir qonuniyat var. Biz xalamayli shu qonuniyat yashaymiz. Uning ustiga bu qonuniyat qandaqdir? Bizga tushirilgan qonuniyat emas. Bu qonuniyat dünya apriyda olgan kunusdan tatib dunyoga bekitilgan qonuniyat. Bizden ilgiri o'tganlar shu qonuniyat bo'yicha yashag'liq, undan ilgirikilar shu qonuniyat bo'yicha yashag'liq. Bu qonuniyatni bekitguchi bizga shu qonuniyat bo'yicha mang deb yo'l prinsip belgilab bergan zotdi. Lekin insonlik kallamiz bilan biz o noktalarga toza kelenmedik inson bo'lib bilan chiqib qoldik. An ba'zi eg'ir badalini qana qildik, o'tdik. Alloh subhanahu va taolo buni bu oyatda qana qilyotdi, eskartyotdi. Endi o qonuniyat bo'lsa nima desa, insonningki hayotdagi yashash prinsipi, insonning hayotda yashash prinsipi. Taqimi iniqroq, masalani inchkroq degan vaqtda insonning manfaati. Qanday insonning manfaati? Hayotga qaytadan qarab baqsa bo'ladi. Hayotda insondan boshqa butun maxluq, butun shaylar muntazam bir sistemda yaratilgan. Ular mayli jonli, jonsiz, har shay shu sistemining boshqasiga chiqolmaydi. İllaki inson. Mayli hayvonlar olsun, bir ishni qilaman, qilmayman deyish huquqi yo'q. Jonsiz narsalar olsun, men vazifamni ado qilatdim, qilmaydim deyish huquqi yo'q. Ya'ni terilg'o qilib qo'llansak, yo'q men undamaydim deyish huquqi bo'lmaydi. Terisaqlan o'ynadi. Bir kun quyosh yo'q men chiqmaydim deb baqmadi. Bir kun bir tal daraxt, bir tüp daraxt. Men bu guyluğa miyu bermaydim deb baqmadi. Atrofimizdagi har narsa o'zining asli vazifasini bash tatmasini ado qilyapti. At, eshak, tuga kalalarimiz var. Uni bir kun chiqib, nahayt pastki darslarni basimiz, yo'tkaymiz, to'shaymiz. Yo'q, men to'shmaydim deb baqmay. Aytsa chiroyli quyib tozalab japtup minimiz yo'q demaydi. O'gunisi yigimiz kelib qolsa, qo'y, kala, tuga degandek narsalarni o'ltirib qana qilamiz, yeymiz. Hech qaysi ya meni aniga salsang men ma'qul deyman, ma ish qilsang yo'q. Meni sig'ib issang mayli, o'ltirib isang bo'lmaydi deb baqmadi qarindoshlar. Hech qanday. Ay, degan ishimizni qiladi. Minsak mangadi. Harom apilarga qatib yuk tutsak so'raydi. Saqsaq sut beradi masalan. Va o'simliklarmi shu? Qandaq daraxt, qandaq ziraat qilsak, shu shaklda bir o'tadi. Demak, xulosalasak, hayotda insondan boshqa hech narsaning ixtiyori yo'q.
illaki insonga ixtiyorlik berilgan, ammo mutlaq ixtiyorlik emas, doiralik ixtiyorlik berilgan. Doiralik ixtiyorlik berilgan. Nimishqa doiralik beradi? İnsonni texmi haddidan eshib yo'ldan chiqib ketmasin. İnsan men zodi hammani o'zi mustaqil qila oladigan bir maxluq ekan deb o'ylab qolmasin. Deganlik uchun insonga ma'lum doirada ixtiyor berilgan. Masalan, inson deyli o'zining kim bo'lib tug'ilishi ixtiyorli emas. Uyg'ur bo'lib tug'ildim, arab bo'lib tug'ildim, ingliz bo'lib tug'ildim tanlay olmaydi. Ayol bo'lib tug'ilishi ixtiyorli emas. Va hayotda o'zimiz bilamiz, nurg'un narsa ixtiyorli emas. Ulush vaqtimiz, rizqimiz masalan. Bizning nurg'un masalan nikoh deyli, bu ixtiyorli emas. İxtiyor tuyulgan bilan inson nurg'un ishlarda majburiy. Faqat insonga shunchalik doirini ixtiyorli qilib qo'ydi va insonning mas'uliyati va insonga ma shaklda yashaysiz degan doirmi mush ixtiyorli qo'yilgan doirada talab qilindi. Endi qarasak, hayotda mush ixtiyorli qo'yilmagan har qanday narsa go'zal. Yer sharining aylanishi hech qachon buzilib boqmadi. Havo hech qachon men bunga nafaslangili bermaydim deb boqmadi. Shunda go'zal ma'noda. Hatta insonning ixtiyorli qo'ymagan taraflarda faqat hayotida masala yo'q. İnsanның мәселесі nerede? Müşkili nereden çıkadı, musibet nereden paydo oldu? Faqat insonga ixtiyorli qo'yilgan ve insan qo'l tiqqan har qanday ish buzilsa shu yer buziladi. Masala chiqsa shu yerdan masala chiqadi. Bu kadar o'g'ay ekan Alloh subhanahu va taolo insonga shu yerda mingish qo'llanmasini, mingish usul prinsiplarini ko'rsatmasinmi? Allah del mush yerdan mingish prinsipini ko'rsatdi insonga. Masalan, atrofimizga qarab boqaylik. Masalan, ular qatnash qurollari bugungi kunda masalan mashinalashdi. Atrofdagi tabiiy masalan at, tuga, eshak degan narsalarda hozirgi mashinalardagidek bir-biridan so'qishib odam o'ldigan ahvollar bo'lmaydi. Egizet ustida uxlab qolgan taqdirdami shuncha tayolga qistan qatnash kirsimi agar shu tabiiy qatnashlardan masalan bir-biriga to'qilma, chunki hammasining bir xil programmasi va sistemasi bor. Shu bo'yicha hayot davom qiladi. Faqat insonga berilgan yerda mashinani o'zi haydaydi, poyezdni o'zi haydaydi, arflarni o'zi haydaydi, shu yerda to'qinishadi. Buna deganligim qanaqadir bu yerda hozirgi zamondagi qatnash qurollarini tashlab qo'yib at eshak mana deganlik emas. Ammo masalani tushuntiryapman. Masalani texnik aniq bir ifodalaydi deyapman. Muşu noktunu oylanğınımızda qarandaşlar. Dünyanın meselesi nereden çıkıp dese insan qol tiqqan yerden çıkıp. Yani insanga ixtiyorlik berilgan yerden çıkıp. Bu bir narsa oylandırdı bizga. Yani acaba insan özünün mağadigan yolunu öz tapalamı tapamamdı. Qarang, insanın ixtiyorlik yo'q yerda hech demesi yo'q. Faqat illaki sen mush yerda Üzən tanlap mağasa. Men sana yol görüstüme, peygamber əvətime, kitap düşürüme, sen muş peygamberin talimatı, əpkeygen kitabığı asasen, qildiginimni qilsa, qilmadiginimni qilmaysa. Ve yana agar xalisan demekçi. Xalisan insan, özən cağlap men ixtiyorliqin barmış kichkina dairada, ma'lum dairada. Bu özənin ixtiyori. Muş şekil hayat sistemisi. Tekrar etsem, nurg'un narsalarni muqim programma sistemi bilan insonga bo'ysunib berdi. Bularning xizmati nihoyatda go'zal. G'oyat go'zal. Ammo ma'lum darajada insonga bir erkinlik berdi, tanlash huquqi berdi va bu tanlash huquqi bergan mushu doirada insonga birlik ko'rsatma berdi. Payg'ambar avatdi, kitob qana qildi, tushadi. Mayada tanlash huquqing bor. Manda mağınsa ya manda mağınsa. Mamının nima? Ko'rsatmam bu. Sen mening yo'lam bo'yicha, ko'rsatgan yo'lam bo'yicha menish mangmasligini tamamen tanlay olaysan. La ikraha fid-din. Ya o'zim boshqa mangam o'zim chaqlab deysa, yo'l ayrıysa, ya bu yo'lda men Allohning ko'rsatgani bo'yicha mangaman. Ma dunyoni yaratquchining, meni yaratquchining, bütün işlerimni o'zlashtiruvchining faqat mush doirada men ixtiyorlik bergan zotning ko'rsatmasi bo'yicha mangaman deysa,
o vaqtda diginimni qilsa, chekliginimdan yanasa, yoki o'zingni yo'lda maqsan, o vaqtda qanday maqsan, o'zingning ishi. Ama masala chiqadiganligi aniq. Cho'qim mutlaqo hayotning qonuniyatlarida bir to'qinishning chiqadiganligi aniq qarindoshlar. Hayotning atrofimizdagi butun koinotda kelganak Allohning mahluqi. Har birining mas shaklda bir xizmati bor. Alloh urlashtirgan bir shaklda. Bizni mush ixtiyor qo'yilgan doirada andamang, mandamang, aniqil, mani qilma degani atrofimizdagi butun Allohning irodasi bo'yicha davom qilayotgan xizmatni ado qilayotgan taraflar bilan maslasun, qonuniyat buzulmasin, ritim buzulmasin deganlik uchun shunday o'rlashtirilgan. Ammo qachon o'z beshimizga mangamiz deb o'zimizga yo'lni tanlasak, mutlaqo atrofdagi sistem bilan toqishadigan bir yer chiqadi. Mana bu hayotdagi haqiqat va botil. Biz ash birilgan ixtiyorlik tanlash huquqimiz bor doirada shu atrofimizdagi sistemni yaratgan zotning ko'rsatmasiga bo'ysunliq degan gap. Biz ashlar bilan maslashdik, masal chiqmadi, haq degan gap. Haq degan gap. Agar shunda o'zimiz chaqlab mangamiz desak, bizning mangayotgan yo'limiz xuddi bir kompyuter programmasidagi ta'tir yo'linishlik programmaga o'xshab buni virus deymiz. Biz virus qo'yamiz. Biz hayotning ama dunyoning virusi bo'lamiz. Bu diniy atalg'ida batil, haq, batil mana mush shaklda tushunsak bo'ladi qarindoshlar. Sura Duxonninki 20-39 oyat ekan. Ma xalaqnahuma asman zaminni men faqat haqla yaratdim. Bir sistemsi va uning, bir yo'linishi va uningki bir xizmati va walakin aktarahum la ya'lamun. Lekin insonlarning ko'pincha bilmaydi buni. Bu nuqtani tushunmaydi. Kainatning atrofimizdagi mavjudotning o'zgarmas sistemasi bor. O'zgarmas bir qonuniyati bor. Hech kim buni tajovuz qilolmaydi. Shu bo'yicha ma'noda faqat shuningga qarshi yo'linishda mengib qolgan insonning shu birilgan erkinlik doirasidagi ma'lum ish faoliyati bo'ladi. Mana bu bizning atalg'imizdagi Qur'on atalg'usidagi batil bo'ladi. Mutlaq hayotda haq bilan batilning to'qinishadigan bir tarafi bo'ladi. Va qonuniyat shuki atrofimizdagi butun mavjudotlar haq sistem bo'yicha mangadi. Agar sen buningga qarshi yo'linishda mengib batil yo'lni shakllantirsang, bir mezgil o'zingning ishlarining iqiyotgandek ko'rsa, qilaligandek ko'rsa, ammo dunyo qonuniyati boshqa tarafga qarab yo'linib mengayotgan bo'lg'achqa, qonuniyat shuki haq qilib qoladi, batil yo'qaydi. Davomida diyor Sura Isroda 81-oyatda va qul ja'al haq deganki haq keldi. Va zahaqal batil, batil yo'qoldi. Innal batila kana zahuqa, batil hamon yo'qoladi. Chunki hayotning qonuniyati shu. Sen tek beshinga, yolg'iz bir beshinga butun dunyoning qonuniyatiga qarshi mangmaysan. Qarshi yo'linishda manqa odamning masalan bir ta'tir yo'l deymiz-ku, hozirgi kunlarda yo'lning hammasi tek yo'linishlik, ya'ni bir yo'linishlik bo'lib ketdi-ku, taq yo'linishlik. Taq yo'linishlik yo'lga ta'tir shaklda kirib olgan odamning ahvolining nima bo'lganligini 5 metr mangdi, 10 metr mangdi, balki 50 metr mangishi mumkin. Mutlaqo bir masala chiqadi, bir to'qinish chiqadi. Insonning hayotning qonuniyatiga ta'tir yo'linishda manganligining o'zi Qur'on atalg'usida batil. Shuningdek, bugungi oyatda 136-oyatda Alloh nima deydi? Hayotni tushuninglar, dunyoni tushuninglar. Dunyo sizlar o'ylagandak emas. Yoki bu sizlarga tushirayotgan qonuniyat, ahkomlar, hukmlar biz sizlarga ham qaratgan gap emas. Qad khalat min qablikum sunanun. Bu qonuniyat tarixdan, mushu zamin yaratilgandan tortib, bu qonuniyat bu hayotda. Sizlar qarab taqinglar, ibrat ilinglar, haq bilan batilning qanday to'qinishganligini ko'ranglar, batilning yo'qab, haqning qanday qilib qolganligini ko'ranglar. Buning hammasi ibrat bo'lsin, chunki batilning yo'qoldiganligini. Chunki qonuniyat haq yo'nalishda. Haq sistemda o'zining vazifasini ado qilyapti. Sen hargiz taq yo'nalishlik yo'liga kirib, ta'tir uzun mangmaysan. Agar sen buning amaliy ahvolini ko'rmoqchi bo'lsang, tarixga qarab boq. İnsanlarning bir hayot bir bosqichlari bo'ladi. O yildan bu yilgacha, o yildan bu yilgacha, o qavm, bu qavm, o millat, bu millat masalan.
Muşularning ahvoliga qarab baq tarixda nurg'un insonlar keldi hayotga, nurg'un buyuk madaniyatlarni yaratdik deb dunyoda o'zini tangdossiz kuch deb e'lon qilgan nurg'un insonlar o'tdi. Bugungi kunda shunda e'lon qilyotdi insonlar, ammo shu tarixga shu qarab baqsang, ashlarning hech qaysisi davom qilinmadi. Hamon qilib qoldig'ini nima bo'ldi? Haq oldi qarindoshlar. Hamon qilib qoldig'ini haq oldi. Haq program mana haq yo'lning tamsilchisi hayotdagi Allah avatgan payg'ambarlar va Allah tushirgan nimalar kitoblar. Bu haq yo'lning tamsilchilari. Biz ko'rib olsak bo'ladi. Nimishqa? Chunki osmon, ya'ni Alloh subhanahu va taolo zaminning ishlariga toki pasatchilik umumlashib isloh bo'lish ehtimoli 0% ga tushganda ondan keyin aralashadi zaminning ishiga. İnsanlar buzuludu, çirekleşidu, pasatleşidu. Bu yerde vay mani o'ngshayli, mavazir xato oldu, ma yo'lnishimiz to'g'ri emas deydigan bir odam qolmagan vaqtida. Yani biz islohotchilar, da'vatchilar ataymiz bu kishilarni. Yani pasatchilikqa, xato yo'lnishga, xotimi berishga chaqiradigan, tuzishga chaqiradigan bir odam qolmagan vaqtda shu aman osmon arilishdi. Qanday arilishdi? Ya payg'ambar avatidi. Kitap tushirdi. Agar buning imkoniyati bo'lmasa, shu vaqtga insonlarning ahvoli qarata, an bularni yo'q qiladi. Dunyodagi hayot qonuni davomlashda keladi. Nimishqa? Chunki ta'tir yo'linishda mangan botilning, xato yo'ldagi pasatchilarning mutlaqo bir manfaati bor. Shu pasatchilar qo'ladi. Bular bu manfaatini qo'g'dab ta'tir yo'linishga mangdi. Hech kim ta'tir yo'linishda mang'isi yo'q aslida. Taq yo'lni chiqib yo'lga qarab baqayli, hech kim taq yo'lni chiqib yo'lga kirib xatarni qilib qolg'isi yo'q. Tushunadi nurg'a odam. Ammo mishaydan azroq bir vaqt qozong'isi bor. Tikkida inga chiqib olg'isi bor. Yo'ldan azroq 500 metr narasida bir chiqish eg'izi bor. Aylanib kelay desa azroq badal to'laydi. Shuning bilan ta'tir mangib az yiqilg'i bilan yoki az chiqim bilan yoki az vaqt bilan chaqqidek ayolga kirib olg'isi bor. Ya'ni bir manfaati bor. Hayotda bo'layotgan xatolik, buzg'unchiliklarningki bir manfaati bo'ladi. Shu manfaatini qo'g'dab, bular ta'tir yo'linishda botil yo'lda mangadi. Bularga haqiqatning tamsilchisi bo'lgan payg'ambarlar, kitoblar va ularning varislari bo'lgan ulamolar, da'vatchilar tavsiya qiladi, ya o'ngshilib hamma bilan asli haqiqiy yo'linishga qarab mangadi, haq tarafga qarab yuzlanadi yoki davom qiladi. Ana shu yerda to'qinish ashari chiqadi. Haq bilan botilning to'qinishining har doimgi eng oxirgi natijasi botil yo'qoladi, haq qanday qiladi, g'alaba qiladi. Buni biz tarixga qarasak, noyit aniq masala. Shunga o'xshab bugungi oyat bizni tarixga qaranglar deyotdi. Masalan, sura Ankabutda 3 oyatda, sura Ankabutninki 37, 38, 39 va 40-4 oyatda nayet güzel şekilde bir tasvirlengan bu ahval. Mesela 37. ayette ne deydi? Ve ila Medyana ahahum Şuayben faqala ya qavmi ibudullaha warjul yawmal akhir ve la ta'thaw fil ardi mufsidin. Şuayb aleyhisselam Medyenga kelib bularga qilayotgan xato, mengayotgan botil yo'l, bularning hammani eskartdi. Bular buni inkor qildi. Fakazzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Inkor qildi. Haq bilan botilni o'tirdi, to'qinish chiqdi. Oxirida bular o'zlarining yurtlarida halok qilinadi. Bu bir misol. İkinci misalda وَعَادًا وَثَمُودَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Qarab baqmamızlar deydi. Atlan Samudning joyiga Yamanga berib baqsanglar, hala ba. Ularning yurt makonlaridan ahvolining qanday bo'lib ketganligini ko'ra olasizlar. Bugun barsanglar topa olasizlar shu yani. Ko'ra olasizlar uning ta'sirini. Shayton uning qilayotgan ishini o'ziga chiroyli ko'rsatgan. Bu haqiqat yo'ldan to'sab qo'ygan. Asli ular haqiqatni ko'rib yetgan bo'lsa-mu, mangmidi ibodat degandek oqibati natijasi bugun ko'rayotgan o'ng'adek bo'ldi. Ondan keyin sura Ankabutninki 39-ni kendiki bir oyatkin
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. Allah subhanahu wa ta'ala keyingi bir davrdagi kishilarni misol qilib ko'rsatyapti. Qarun, Ham, Fir'aun, Hamallah. Musa alayhissalom bularga hujjat paketlarni olib keldi. Fastakbaru fil ard. Bularning bildirgan inkosi mutakabbirlik qildi. Ammo bular musobaqaga tushgan bu yo'lda va makanu sabiqin. Oldiga o'tmadi bular. Bular haqiqatan talashdi. O'tmadi. Natija shunday oldi oqibatda. Deb bo'lib 40-oyatda bu qonuniyatni xulosalayotdi qaranglar oyatda. Fakullan akhadna bi dhanbihi. Hammasini jinoyati sababli biz azobladik, biz hisob oldik deyapti. فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ba'zini shamol bilan, ba'zini qattiq ovoz bilan, ba'zini ziminga qanday qilish orqali, yutqizutish orqali, ba'zini g'arq qilish orqali jazoladik deyapti. Deb bo'lib, asli xatolik kimdan chiqdi? O'zidan chiqdi. Allah zulm qilmaydi ularga asli. O'ziga zulm qildi. Ta'tir yo'linishda mangandan keyin super sheyniq. Qanash vaqasi chiqishayniq. Bular ta'tir yo'linishga kirgan. Asli kirmisi oldi. Haq bilan botilning o'tirdagi kurash bu shaklda bizga Qur'oni Karimda ilgirki ummatlarda yuz berganligini bu shaklda hikoya qilinadi. Agar bugun biz shuni ko'rmoqchi bo'lsak, bilmoqchi bo'lsak, anglamoqchi bo'lsak, ba'sak, qarab baqsak, ko'ralaymiz ularning ahvolini. Ba'sak ko'ralaymiz. Nimalarning qilib qolganligini ko'rib olaymiz. Bugungi kunda hala bosh u yerda Solih alayhisolamningki evatilgan shaharlari bor. Ot qavmining ta'sirlari bor. Misrga borsak, Fir'avnning ta'sirlarini ko'rib olaymiz. Agar aniqlamoqchi bo'lsangiz qarab baqinglar, berib baqinglar. Masalan, ayeti aniq. Haq bilan botil har zaman to'qinishidir. Chunki botilning bir manfaati bor. Shun ta'sirlanishga keladi ular. To'qinish yuz bergandan keyin bu yerda kurash paydo bo'ladi. Oxirida g'alaba qildig'ini haq bo'ladi. Shunlashqa Sura Nahlning 36-oyatda fasiru fil ard. Minib baqinglar, fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Qaranglar, inkor qiluvchilarning oqibati qanday bo'ladi degan bo'lsa, bugungi oyatda nima deydi? Fasiru fil ard. Bugungi oyatda o'xshash. Minib baqinglar, qarab baqinglar, inkor qiluvchilarningki oqibati qanday bo'ladi ekan. Bugungi oyatdami bizga shuni qanday qilyapti, asl qilyapti qarindoshlar. Ya'ni bu yerda Alloh subhanahu va taolo bir narsaning asli ekanligini aslatib o'zmi haq. Dunyoning asli sistemasining bu ekanligini aslatib. Yana bir narsaning qo'shimcha kin paydo bo'lgan, qarshi yo'nalishda paydo bo'lgan, ta'tir yo'nalish paydo bo'lgan ish kelgan o'zim botil. Cho'qim asli narsa degan qilib qoladi. Kim ma'lum manfaat yoki ma'lum ish tufaylidan o'tirib kelgan qarshi yo'nalishda mangan narsa degan mutlaqaning bo'ladi. U to'qinishda vayron bo'lganligi, zarba ushlaydiganligi bu aniq. Alloh subhanahu va taolo Sura Ra'd'ninki 17-oyatida masalani misol orqali bir izohlaydi. Haq bilan botilning o'tirdiki qanday bo'lib botilninki supirib tozalanadiganligi, qanday bo'lib haqiqat sifininki tozalanadiganligi, tovlanadiganligini hammasini mush shaklda qanday qilyapti? Bizga misol qilib tushuntiryapti. Oyatda anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Sura Ad'ninki 17-oyatiga qarang. Allah subhanahu wa ta'ala bir vadi, bir jilg'iga kelgan osmondan yog'dirib bir sal iqin suvni misol qilyapti. Yana birisi
o'tni misol qilyapti. Bir vadi, bir jilg'iga suv keladi. Su küpük şekilde üstüge şu vadidagi bütün axlatlarning hammasini üstüge götürüp chiqadi. Tuproqlarni pokizlaydi vadini. Sel sular yig'ilib bir yerlarga yig'iladi, bir qirg'oqlar, masalan, dengizning qirg'oqlariga uriladi. Axlatlar, köpüklar zaminning munbatligiga, tuproqning pokizligiga ta'sir yetkazadigan har qanday narsa shu eqin orqali qirg'oqqa chiqariladi, bir yerga yig'iladi, ko'zga ko'rindiradi, an insonlar kelib buni tozalab, tuproq pokizlanadi. Haqiqatan botilning misoli buningga o'xshaydi degan mazmundagi oyat. Hamon botil yerdagi axlatga o'xshash suvning yuzida hammasi bir taraf qilinadi. Bu bir. Yana bir misol, o'tning misoli qarindoshlar. Mayli tömürçilik, zargarchilik, oltinchilik bo'lsin, bularning hammasi o'tda tavlanadi. Masalan, tömürni o'tga soladi, yumshab bir holatga keladi. Tömürning ichidagi tömürning datlari masalan. Tömürning kinki xizmatiga yaramaydigan moddalari o't orqali chiqarib etiladi. Eng oxirisida sap tömür qoladi, yoki sap oltin qoladi, agar oltin bo'lsa, yoki sap kumush qoladi. Chiqib o'tda tavlanish orqali tömürning tömürligiga ta'sir etkazadigan, xizmatga ta'sir etkazadigan qismi ayrilib chiqariladi, sap holati qilib qoladi. Ajoyib go'zal misol. Allah yağmur yağdırdı, su ekildi, su orqali tuproqni pokizlaydi, tuproqni ziraat terisi ünüdigan bir munbat holatiga ekildi va axlatlarini tuproqning munbatligiga ta'sir etkazadigan har qanday narsani su orqali bir yanga tozalasa, o't orqali tömürligiga va tömürning xizmatiga ta'sir etkazadigan dot va boshqa moddalarni ayirib chiqaradi. Depilib oyatning oxirisida kezalike yadribullahul hakka vel batila. Hak olan batılının misali. Maçta bayan kılıdı Allah. Fe emmez zebedu feyezhebu cufa'en degeni sunun yüzündeki yığılgan ahlat çava köpükle hemmesi ketidu. Ve emme ma yenfa'un nas kişilerge paydalı qoğunu qep qalıdu. Kezalike yadribullahul emsal. Allah meselelerini şunu yani hakikat aman qep qaladı qarındaşlar. Hakikat hamon qilib qoladi. Batil hamon ketadi. Batildan haqiqatning o'tirisidagi bo'layotgan kurashlardan ishchanglar etishmasin. Zolimlarningki haddidan eshishdan ishchanglar etishmasin. Zolimlar qarshi turayotgan kishilarga nisbatan sizlar xuddi tumirni tavlaydigan o't gibi, zaminni tozalaydigan suv gibi muomala qilinglar. Çünkü şu orqali o'rtaliq qana qilinadi, tozalanadi. Bo'lmasa agar o'ylanglar, o't orqali shu tömürni tavlamasak, biz tavlash deymiz-ku. Tömürni haqiqiy ishlatgan bulamdi masalan. Tömürdan haqiqiy qattiq bir narsa yasagan, qilich yasag'ili va boshqa uskan yasag'ili bulamdi bo'lmadi. Cho'qim uning xizmatiga ta'sir. Shunga chiqa uni o't tavlaydi. Tömürning kinki xizmatiga ta'sir etkazadigan har qanday modda buning ichidan chiqarib etiladi. Sumu şu, tuprak mı şu? Allah subhanahu wa ta'ala biz mana ko'zimizdan ko'rib, eğimizde tushunadigan misolni eklesh orqali hayotning qonuniyatini bizga tushuntiryapti-ki, hayotda haqiqat, batil mush shaklda ayirib chiqariladi. Batil fa'ammaz oyatning oxirida ko'rdik-ku, fa'ammaz zabadu fayazhabu jufa'an. Qarang, axlat chavasi ustiga yig'ilib qolganlari ketidi. Endi deganimiz nima bo'lsa, batil hamon ketadi. Hayotning qonunidagi qarshi ish tutqanlar hamon ketadi. Va amma ma yanfa'un nas fayamkuzu fil ard. Ammo haqiqiy foydali qolganlari qolib qoladi. Yani haqiqatan batilningki o'tirdagi kurashning bizga bir kartinasini Alloh subhanahu va taolo biz biladigan, tushunadigan narsalar shaklida bayon qilib qo'yadi. Qarang, o'tlan suv. Bir-biriga qarshi qo'ya, ammo bular şu vazifani yutyapti. Yani haqiqat bilan batilning o'tirini ayirish vazifasini. Gerçi bizning qarashimizda, bizning o'lchimizdan o'tlan suv bir-biriga qarshi bo'lsa-mu,
Ama Allah, ben bayatını dedim ya dersinin başında, zimindeki her nerseye bir vazife onatkan, her işinin bir sistem vazifesi var. Aşı vazifeden qat'i çıkmaydı insandan başka. İnsan çıkadı o vazifeden, insan şu sistemden çıkadı, insan şu yoldan çıkadı, mesele insanda görülüyordu. Ama su, o karşı bir nesile ama hayattaki vazifesini ada kıvatıdı bayattan misalda. Şunun başka Allah subhanahu ve taala bugünkü ayetimizde bizni nege dikkatimizni tatıvatıdı bilemizler kardeşler? Batıllen, hakikatinin otturdaki küreşke dikkatimizni tatıvatıdı. Qad khalat min qablikum sunanun, hayat kanuniyeti maşta. Sizlerden ilgili ötken kanuniyetin muşu, batıl, hakikat ziminde mevcut olmağıdır. Çünkü bir menfaati var batılının. Şunlaşqa ta'tir yılınıştı mağıdır. Ta'tir yılınıştı mağıga adam degen çoqqum hakikatki qanday qılıdı, toqunuşudu ve ahirki neticede hakikat hamon kuchlik, batıl çoqqum mutlaka bir narsaga soqulup özünün aqibati orqali bizga ibrat bo'ladi. Shunga oyatning oxirisida nima deydi? Fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. İnkar qilganlarninki aqibatining qanday bo'lganligiga qarab boqinglar. Oyatning mazmuni shu qarindoshlar. Endi oyatning oxirisida azroq bir qisqagina bir mulohiza va asosiy mazmundan sirt. Oyatda fasiru fil ardda bir ifoda var. Buna addi qisqa shaklda vaqt munosabati bilan addi bayon qilay. Zimin fi arab tilida ichida degan ma'noda, da ta ga qa ustida degan ma'no ifodalamoqchi bo'lsak, ala bilan birga keladi. Xuddi uyning ichida o'tdim desak, arab tilida fi ishlatiladi. Fasiru fil ard desa ziminda yuringlar deb tarjima qildik hamda tushunishga olsun uchun. Ammo inchikilab kirsak, ziminning ichi degan ma'no bo'ladi. Ziminning ichi nima? Desa, zimin, biz ustida turayotgan zimin ve bunun atmosfer qatlimi ziminning ichiga hisob. Atmosfer qatlimining usti ziminning ustiga hisob. Bu noktadan ziminda degan o'rinda ichini ifodalaydigan so'z ishlatgan bo'lishi mumkin. Bu birisi. Yeni bir ma'no, yeni bir ehtimollik ma'no. Bu yerda haq bilan batilning masalasi tilga ilinayotgan bo'lg'achqa, undan keyin bizning diqqat nazarimizni o'tmishga, burunqi zamonlarga qana qilayotgan, qartayotgan, tatayotgan bo'lg'achqa, o'tmishdagi burunqi zamonlardagi nurg'un kishilarning izlari, ta'sirlari ziminda kumilaglik. Masalan, tarixda kumilab ketgan shaharning haddi hisobi yo'q. İnsanlar ilm fanning taraqqiy qilishi bilan nurg'un yerni qazdiya. Janubiy Orollarga masalan badi, nurg'un o'ymonliqlar, nurg'un kumilab ketgan yerni bayqidi. Hatto qum burallarninki nurg'un tarixdagi shaharlarni kumiyotganligini bayqidi. Qur'onda sura Fajrda Allah subhanahu va taala alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yani at qavmininki tarixda mislisiz yaratilganlik, andan Samudninki tog'larni tishibna uy yasab o'ltirganlik, Fir'avnlarninki saltanati qatorliq ziminda tag'utlik qilgan. Bularning hammasi bir asliti deya bizga. Aslatgan vaqtimi qanday aslitidi desa, bunda katta medeniyet sahibi şekilde aslitidi. Tarixda misli yaratib taqmoqlik ajoyib kuch qudrat egasi Qur'on mana tasvirlayotdi. Lam yuxlaq misluha fil bilad. Tarixda uning misli yaratib taqmagan deb tasvirlayotdi. Bu qadar kuchli medeniyet tarix hazarat egilarininki shu qumburallar bilan yer ostiga ko'milib ketganlik, xuddi fasiru fil ard deganda ichida ma'nosini ifodalaydigan fini akilish orqali qizib taqinlar degandek. Ko'milib ketgan nurg'un narsa va iznib taqinlar, qizib taqinlar, texmi tekdigi qanaq taqinlar, kirib taqinlar degandek bir xil ma'no qana qilsa kerak, chiqsa kerak. Şunu bilan bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan oxirlashdi. Biz bugun darsni bu yerda to'xtatamiz. Kelasi soatda, ya'ni 138-oyat bilan davom qilamiz. Kelasi soat kurashgacha men uni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.